Uyg'ur yozuvchisi Mamtimin Hoshurning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Qum bosgan shahar nomli romani. Bu roman Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'g'rida antildi. Qum bosgan shahar to'g'risidagi rivoyatlarni menga bovam so'zlab bergan. Bovamga bovisi so'zlab bergan ekan. Bovamning bovisig'ini bovisi so'zlab berganmikin deyman. Birinci bab. Quyosh shohi. Hashamatlik shahar darvozasidan eshikini yetlab chiqib kelayotgan bu kishi Jahonkazli supurgi edi. Shahar darvozasi oldiga shaharga kirishini kutib, kecha-kech sirt tunigan karvonlar to'plashib olgan edi. Supurga issiq tiniqlari urilib turgan to'gilarning tumshuqlarini neri-beri qilib, qandoqdir bir uzun chapan, qisqa chapan, soqolliq va soqolsiz kishilarni orlab qistonchilikdan o'tdi-da erkin nafas oldi. Eshikka minib, tosh yeyitilgan xonliq yo'l bilan ittik menib ketdi. Suzuk osmondagi yenik tavrinib turgan oq bulutlar ustida atiganlik quyoshning qizg'ush nurlari jilvilnatdi. Supurgining ko'z oldida shahar sepiliga yondishib ketgan etizlar. Har tarafga suzilgan to'piliq yo'llar. Texmi yiroqda bo'lsa, cheksiz keng dala tashlanib yotadi. Qancha karvonlar uloqlarining tuyoqlarini upratgan toshliq yo'l supurga eshikining oyoqlari ostida ritmli taraslaydi. Qalin, egiz sepillar bilan qo'rshalgan hayvatlik bir shahar yo'lovchining orqasida qolmoqda edi. Bu shahar shu atrofga donqib ketgan Quyosh shohining poytaxti edi. Ya Allah, Jahonkazli supurga umrda mundoq so'rintalat shaharni ko'rgan emas. Shahar bahmi cho'ng bo'lib, podshohlikqa qarashliq barliq o'lkalardan bo'lib kelingan boyliqlar bilan tenib ketgan edi. Qorong'ulashib turgan bog'lar bilan qo'rshalgan xon saroylarini hayvatlik to'riklar bezab turadi. Chosiq yotqizilgan keng yo'llar, rangarang tovulinib turgan ravoqlar, bukkida daraxtzorliqlar ortidan ko'rinib turgan ajoyib gumbazlar, sunniy tog'lar ustiga ko'tarilgan tosh palampaylar shahar manzarasiga texmi saltanat beg'ishlaydi. Shahar ko'chalaridan oltin kumush, esil toshlar, qimmatlik hayvon terilari, xushpuroq dori darmonlar, qaysi bir kichikarak podshohliklarning so'g'u salomlari qochilangan sanduq, qoplani ortgan karvonlar shoh o'rdisi qarab oyog'i uzilmay o'tib turadi. Bu boyliqlar bu yerda o'rdidagi yeb ichish, ochiqcha so'lat, saroy ayvonlarini bezash ishlariga sarf bo'lib tugaydi. Jahonkazli supurga bu shahardagi hashamatlar ichida bahorning haqiqiy hidini, odamlarning chiroyida to'qliqning beshorati bo'lgan qizillikni, qoqoqlab kulgan chin kulkini ko'rmadi. Shaharning poskina, tor orqa ko'chalari nomrodlar bilan to'lib ketgan edi. Hashamatlik xon saroylarini qurgan kasblar, qadoqlashgan qo'llari bilan ajoyib ravoqlarni o'ri qilgan ustalar, mahir naqqashlar bu yerda qiysoygan tor ko'lbilarda hayot kechirishadi. Ko'chalarda mukchaygan, ig'ir amgakdan olsirg'an kishilar tushkun qadam tashlaydi. Jasus suxanchilardan xudiksirab, atrofga qarab ehtiyot bilan pichirlashadi. Daraxtlar ustida qushlar cho'rqirishadi. Orambaxsh shamolda yopirmoqlar yenik shildirilishadi. Sherqirab eqayotgan sular muhabbat naqshillarini aytib, eriq bo'ylaridagi yeshil o'tlarni suyib o'tadi. Lekin tabiatning bu bazmlardan xo'shal bo'g'idek ko'ngilni izlab topmoq tas edi. Shahar sepilning sirtida yana Divanlar mahallasi deb atalgan bir mahallim bor edi. Pakar uylar, agir-bugri to'piliq tor ko'chalardan qurilgan bu mahallada jo'l-jo'l kiyimlari bilan ko'chining to'psin to'zitib o'ynab yurgan bolalarning ko'pligi kishini hayron qoldiradi. Ba'zi divonlar yerni ko'labla gami qilib kirib olgan edi. Har bir ho'yilning eshik oldida
tuklari tushib, qo'tirilishib ketgan itlar ikki putining ustiga beshini qo'yib mo'ydab yotadi. Bu itlar shunchalik o'rilishib ketganki, biror o'g'ri kagdak bo'lsa-mu, egisi o'g'itib qo'yguncha qolmaydi. Har bir uyning eshigi oldida dovlab qo'yilgan eski tuski latalar, to'mir tasak, ko'ni kiyimlar, xaltalarda qo'rg'an, ko'kargan parcha nonlar ko'zga tashlanib turadi. Bu yerda biror tup dal-daraxt yoki ko'kargan o't cho'pmi ko'rinmaydi. Hamma yer kuyuk oftobda o'tdek chanqab yotadi. Bu mahallidagilarning hammasi shaharga kirib devonchilik qilish bilan jinini boqadi. Podshoh tarafidan ularning shahar ichida turishi mangu cheklangan edi. Shaharga kirgandimi ularning cho'ng ko'chalarga o'tib tilanchilik qilishi ma'ni qilingan edi. Ularga sadaqa berdiganlar yanala shaharning orqa ko'chalaridagi nomratlar edi. Jahonkazda supurga Quyosh shohining bu ulug' poytaxtiga qandoq kelib qolganligini o'zini bilmaydi. Balkim u ezib kelib qolgandi yoki taqdirning shamoli uni uchirib bu yerga tashlagandi. Supurga safarining tezginini ko'ngillarining ixtiyorlariga topshirgan edi. U qancha sularni kechib o'tdi. Qandoqdir bir karvonlarga agishib mandi. Kimlarningdir gulxonlari atrofida tunidi. O shahar darvozasidan kirmay turibla bu la'nati makonga kelib qolganiga pushaymon edi. Darvoza qo'riqchilari beshig'i nepiz bo'k kiygan. Yuzini quyuq soqol bosgan. Uzun yaktikining bir peshini belidagi po'tisiga qistirib olgan bu g'alita odamni varqirab to'xtatdi. "Ey soqol!" Supurga qo'riqchilarning varqirg'inini anglamaganga selib mengiyverdi. Chunki uning ismi soqol emas-da. "Ey soqol, sen gap qilyapmiz?" Meni chaqiryapsizlar? Seni. Nega? Ko'ryapsizlar-ku, shaharga kirib ketyapman. Eshikni bu yoqda. Qo'riqchilar supurgini no'qib, tortqishlab bir chetga olib chiqib, yonchoq qo'yinlarni aqtirdi. Ularning qo'liga bir necha ushoq yarmoqdan boshqa hech nima chiqmadi. Ko'pni ko'rgan supurga o'ng chiqmay qarab turadi. Albatta, u muhimroq narsalarni mundaq mangdamda bir uchrab turadigan qaroqchilarning qo'liga chiqadigan yerga qo'ymaydi-da. "Ulug' poytaxtimizning qoidalarini bilamsa?" deb so'radi bir qo'riqchi. "Biladiganlarimdan bilmaydiganlarim ko'p", dedi supurga. "Amsa anglab qol. Bu shaharga birinchi navbat kelgan kishi darvozdan kirish haqqi to'laydi." "Xudo haqqi, o'zinglarni aqtirib ko'rdinglar. Meningda o'sha bir necha yarmoqdan boshqa hech nima yo'q." "Puling yo'q bo'lsa, shaharga kirib nima qilsa? Yoki sen tilamchilik qilmoqchimi? Shunda qilmoqchi bo'lsang, yo'qol bu yerdan. Bizning divonlar mahallamizning tilamchilarimi yetib oshidi." "Nima gapni qilyapsizlar?" deb tushundirdi supurga. "Men bir Jahonkazda musofirman. Qudratli tangdossiz Quyosh shohimizning shuhratini, ulug' poytaxtining donqin anglab, ziyorat qilmoq bo'lib yiroqlardan keldim. Menda nima pul pichak, mol dunyo bo'lsin. Dunyo yig'ish aqllarning ishi emas, boylik faqat ulug' shohlarga zinnat qo'sha oladi. Nima qorong'i tushsa, shu yerda tunayman. Bugun topqinimni ahatiga oshirib qo'ymayman. Anglayapsizlar? Xudo ahatiga yetkudek umr bergan kishiga ahatilik rizqni qo'shib beradi. Muqaddas kitoblarga mana shunday yozilgan. Sen xil gap yo'qshimansa?" deb supurgining so'zini tortib oldi yana bir qo'riqchi. "Puling bo'lmasa, buni qo'tir eshikni qo'yib ket. Bo'lmasa, xon ordisi uchun bir oy hasharga ishlaysan. Ikkidan birini tanla." "Voy, nima gap bo'lib ketdi bu? Men zodi tushunolmadim." "Bo'ldi, xufsalikni qo'y. Yoki bir oy hasharga ishlaydiganni tur, yo eshikni qo'yib ket."
bu gapni anlab supurgining ko'rimsiz eshigi ovozini bo'lishiga qo'yib etib angrab o'likarak gap qilg'ilimi qo'ymadi. Qo'riqchilar ochiqida uning beqillariga qattiq oyog'i bilan bir nechin tepivatdi. Eshak supurgi uchun quyosh shohidimni qimmatli kerak edi. Eshak tekkan tayoq o'ziga tekkandek bo'lib, dumbillari qimildab ketdi. Voy, yaxshi odamlar, unda qilmanglar, deb org'i tushdi supurgi. Ko'rib turibsizlar-ki, bu mushundoq xuyi eski maxluq. Xudo shun uni boshqa nima qilmay, eshak qilib yaratgan. Bo'pti. Men hasharga ishlasam ishlay. Eshak o'zimga qolsin. Supurgi tosh yo'nug'ishlar qatorida tosh cho'qidi. Qandoqdir bir dongni tuzni do'ngga tortayotganlar asharchilarga qo'shilib eshigi bilan to'p-to'shidi. U yerda sepillar ustiga qurilgan dorilarni, shahar maydonining o'ttirsig'i o'rnatilgan o'limga hukm qilinganlarning kallasi chepildigan hayvatlik ko'takni, oyoqlardagi eg'ir kishanlarni sharqirtib so'rab qamchi ostida ishlayotgan jinoyatchilarni ko'rdi. Hamma yerni kishining demini siqadigan eg'ir buruqtirmaliq cho'nqur sukut qoplagandek qiladi. Faqat ikki ishlar supurgining xotirasida saqlanib qoldi. Bir qatam u divonlar mahallasini ko'rib boqmoqchi bo'lib berib, eshigidan va o'zining jinidanmi ayrilib qolg'ili tasli qoldi. Yo'lda kepan bir to'p odamlar yo'pirilib kelib, uning eshigining ustidan so'rab tushirishdi. Qip-yalang'och bolalardan bir nechisi eshakning ustiga minibmi ulgurdi. Qolganlari uning qo'yinlarini oqtirib, kiyim-kechaklarini tortqishlab so'riga o'tirdi. Qo'rqib ketgan supurga, "Voy, insoflar, mushum ish bo'ldimi? Sizlar o'z kasbdishinglarni bulon-talon qilamsizlar? Men bu sizlarga o'xshashli qalandar-ku," deb xiyolga kelgan gaplarni qilib cho'qon soldi. U varqirmaganda bu g'alati odamlar uning kiyimlarini yirtib, go'shini talon-taroj qilib bir parchadan bo'lishib oldigandek qiladi. Har holda uning varqirishi unum berdi. Yo'pirilib kelayotgan qalandarlar nemishqidir chippida to'xtab qolishdi. "Ha, sen rostli qalandarmi?" deb so'radi biri. "Bilib qo'yinglar-ki," deb go'rkirdi supurgi. "Men yiroq bir elning mashhur qalandariman." "Undaqda sen nimishqa eshak minib yursan?" deb uning so'zini bo'ldi tunji eg'il ochgan qalandar. "Qalandar deganning hech nimasi bo'lmasligi kerak-ku." "Voy, biz tarafda eshki yo'q qalandar hisoblanmaydi," deb tushundirdi supurgi. "Uning ustiga men o'z yurtimdagi qalandarlarning oqsoqliman. Eshakka minib jahon keziman. Har bir shaharga borganda shu shaharning qalandar mahallalarini ziyorat qilaman. Sizlarning bu qilqinglar boshqa yurt qalandarlarining qulqiga yetsa, shunchalik sad ish bo'ldi-ki." "Sen o'z yurtingga qalandarlarning oqsoqli bo'lsan," deb qirildi qeyri bir qalandar. "Bizning qalandarlar shohimiz bilan ko'rishmikin shart." "Qalandarlar shohi?" ayron bo'ldi supurgi. "Sizlarning qalandarlar shohinglarmi bormi texi?" "Sening yurtingdagi qalandarlarning oqsoqli bo'lsa," dedi qeyri qalandar faxrlanib turib, "bizning o'z shohimiz bor. Mana hozir ko'rsa." Qalandarlar cho'g'ildishib uni oldiga selib mandi. Supurgi, "Gapdonlik qilaman" deb og'zimdan balog'i qoldimmi nima deb o'chiqchi gaplarni qilayotganiga pushaymon qilib qoldi. Aslida u o'zini qalandarlar oqsoqili qilib ko'rsatib, mushkul ahvoldan qutulib olmoqchi edi. Bu ablahlarning podshohining borligi kimning xiyoliga kelsin? Lekin eg'izdan chiqib ketgan gapni endi qaytarib olib bo'lmaydi. Shunga bir donishman so'zni eg'izdan chiqicha odam boshqaradi. Eg'izdan chiqib ketgan so'z odamni boshqaradi deb to'g'ri aytgan. Qalandarlar supurgini boshlab
qiysiib o'rilib tushay deb qolgan bir uyning oldiga keldi. Uy ichidagi qordab ketgan yirtiq bo'rining ustida choch soqollari chigilishib ketgan. Tishlari qardigan, to'yuqsiz batlari eski o'ngini yo'qotgan. Ustidagi kiyim-kechaklarining jo'l-jo'lliqi boshqa barliq qalandarlarnikidan eshib tushadigan. So'rlik qiyofatdagi bir inson o'ltiradi. Uning yosh qoramining qanchada ekanligini faraz qilmoq mushkil edi. Atrofda gejildishib yurgan chivillar, to'r besib ketgan tom turuslarda sangilishib turgan o'michlar bu shoh ordusini texmi sirliq ko'rsatdi. Jahon kezdi supurgini suri bosdi. Qalandarlar shohi uningga bosh ko'tarib qarabmi qo'ymay. "Nima odamsan?" deb so'radi. "Tilamchiman", dedi supurgi ikkilanmay. "Shundaq, ulug' Tangri oldida hamma odam o'xshashli tilamchi", deb qalandarchilik falsafasi ustida valoqlab ketdi qalandarlar shohi. "Inson o'zining rizqini, baxtini Xudodan tilaydi. Farq shu yerdaki, biz Xudodan tilaganlarimizni bandining qo'li orqali olamiz. Sen u dunyoga borganda ko'rasan. Shohlar, amaldorlar, boylar o'zining bu dunyodagi qilmishidan hisob berib bo'lolmay qiynalib turganda, qalandarlarning hammasi xo'shal-xo'ram jannatga qarab mang'an bo'ladi. Nemishqa desang, boylar, amaldor, zo'rmigarlar xalqning narsalarini ko'ch va zo'rliq, hiyli mekriga toyinib tortib oladi. Qalandarlar bo'lsa, boshqalar ixtiyorlik bilan iltifot qilgan narsani qabul qiladi emasmi? So'zlaringni anglab, dilim yorib, o'z kasbimga hurmatim oshdi, deb xushamat qildi supurgi. Uning asyodi bir nima qilib bu jin uvusidan salomat chiqib ketishdi edi. Men ba'zida sal uyalgandek bo'latdim. "Voy, uyalma, faxrlan", deb supurgining so'zini bo'ldi qalandarlar shohi. "Biz boshqalarni jinoyat yo'ldan qaytarg'uchilarmiz. Misol aytayli. Bir kishining yonchuqida o'z xarajatidan o'shiq bir tanga turibdi deyli. Bu o'shiqchi narsa cho'qim uni yomon xiyollarga soladi. Biz uning shu o'shiqchi pulini tilab olamiz. Heliqi kishi yomon yo'llarga menib qolishdan omon qoladi hamda ko'p savob oladi." "Apirin", dedi supurgi. "Mantiqi hech bir qalandarlarning og'zidan bundoq cho'nqur ma'nili gaplarni anglab boqmagan ekanman." "Sen odatdagi bir qalandarlarning oldida emas, qalandarlar shohining oldida tursan-da", deb mag'rurlandi shoh. "Men san aytsam, ulug'liq tarafda mening nomim Quyosh shohidan qolsa ikkinchi o'rinda turadi. Ba'zida u ulug' shohningmi menga hojat tushidi." Shu ulug' Quyosh shohini? Mana bu bo'ynimdagi muz putikni ko'rdingmi? Bo'yniga esiq turgan qandoqdir bir kichik mis taxtini ko'rsatdi qalandarlar shohi. "Mana bu putikni elib, shoh ordusiga ixtiyoriy kirib chiqa olayman. Ba'zida shohning o'zi meni chaqirtib qolgan chog'larimi bo'ladi. Nima uchun demoqchi bo'lgansan balki? Shoh o'z qo'shini bilan yaqin yurtlarni besib olganda, orqadan u yerga minglab qalandarlarni avatchik to'g'ri keladi. Bu qalandarlar u yerda 10-20 dan bolalab, oz kundala shundoq ko'payib ketadi-ki, aqlim yetmaydi. Bu bachchig'arlar u yerlarga berib, beyib ketishgandan keyinlar meni unutishidi. Bu ishqa men hargiz xafa bo'lmayman. Odamlar mol dunyoni ko'rganda yaratgan egisini unutib qoladi emasmi? Men nima edim? Qachon sen Quyosh shohining donqini anglab kelgansa, ehtimol u bu dunyoda mendan martabalikdir. Ammo u dunyoda
mening o'rnim cho'qim uningdan ustun bo'ladi. Xudo sana ajoyib kasb ato qildi. Shu kasb bilan o'lib ketishingga nasib bo'lg'ay ilohim. Qani, yo'lingga. Supurga qalandarlar shohining oldidan qaytib chiqishi bilan eshik oldida turgan qalandarlar cho'ldishib kelib uni o'rib oldi. Chunki supurga ularning shohining nazariga tushgan va uning qabul qilish sharafiga erishgan edi. Qaysi bir qalandar uning eshigining qo'yriqini tortdi. Qaysi birlari uning chaponlarining to'pisini qoqdi. Kimlardir po'sh-po'sh deb uning yo'l ochdi. Qalandarlar uzundan beri bu yerda ko'rilib boqmagan oshunda qizg'in tantana bilan uni uzitib qo'ydi. Yana bir kuni supurga shahar ko'chisida qo'li mahkam bog'langan bir mahbus bilan uchrashib qoldi. Boshlab bo'stonliqlarni bino qilgan edi. Supurga tug'ilib o'sgan shaharning sipillari, hatto podshohimi yo'q. Sonsiz bo'liqlardan yig'ilgan so'la shahar ichida o'stan bo'lib hayvatlik sharqirab oqadi. O'stan bo'yidagi qumliqlarda ushoq bolalar qip-yalang'och bo'lib yugurishib o'ynashadi. So'gatli soyisidagi sagunchaklarda bo'voqlar tatliq uxlaydi. O'jmi darxi soyisi ostidagi egizlarda o'ltirgan ayollar qiziq paranglashib yeb egirishadi. Shahar maydonlarida dunyoning har tarafidan kelgan savdogarlar mollarini yeyib savdo setiq qilishadi. Ulardan boysilik elishni hech kim xiyoliga keltirmaydi. U yerdagi boylik, to'qchilik kishilarni shundoq sodda, g'amsiz yashashga o'rgatgan. Kashliklari bog'lardan naqsha, soz ovozi keladi. Naqshchilar o'z naqshalarida oshiqlarning dardi, baxtiga erishgan qizning shodligi, yiroq karvon yo'lda kelayotgan yo'lovchining jafosi, erini kutayotgan ayolning seg'inishi, gullar echilgan dala, oftob chanqib turgan qumliqlar, bahorni qo'g'lishib kelayotgan qushlar. Yana shundoq nurg'un ishlar to'g'risida ko'ylaydi. Supurgining shu suyimlik yurtidan ayrilganiga mana 1 yilcha bo'ldi. U har qitim jahon kezib o'z yurtidan yiroqqa ketdi. Yana uni seg'inib orqasiga yanadi. Jahon kezdi supurga elini o'zi tashlab chiqqan Quyosh shohining poytaxtiga yana bir qitim qayrilib qaradi. Egiz sepil. Sepil ustida qo'ral yaroqlari bilan qetib turishgan jesakchilar barg'on siri xiralishib bormoqda edi. O eshikini texmo qattiqroq debdi. Ay, olg'ibos eshikim. Tahdid, zo'ravonlik hukm surgan bu makondan neriroq bo'layli. Bu shaharning marmar to'rik, kumush fontan, eran bog'larga la'nat, ming la'nat. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 2. bob. Jahon kezdi supurga. 50 yoshlardan halqigan soqolliq bu kishi o'z yurtida Jahon kezdi supurga degan nom bilan mashhur. Supurga kichikidilla xiyolchan edi. Bosh bahorda eriq bo'ylarida paydo bo'lgan yumron maysalar, oq va holrang to'linib turadigan chechaklar uni kuchlik hayajonga soladi. Yopurmoqlari amdilatdan tangi bo'layotgan talloning shexiga qo'nib sayrishayotgan bahor qushlarga qarab, u soatlab o'tirib ketadi. Bu qushlar zimiston qish kunlari nalarga yo'qolib ketadi. Bahor kunlari bu yerni qandoq tepib kelalaydi. Yulduzlar kunduzi qayerga mo'kinib oladi. Eriqdagi so'la qandoq kuchning ta'siri bilan oqadi. O'rkirayotgan bo'ron, yo'ldirlab chaqqan chaqmoqlar nemaning g'azibi? Odam nima uchun o'lib ketadi? Bu dunyoning egisi zodi kim? Yana shundoq nurg'un chegiz savollar uning xiyol dunyosida agib yuradi. Sehrlik oydin kechilar, yurtini, qarindoshlarini tashlab o'z oshiqini agishib ketib borgan qiz. Jaynamozda o'tirib, bolalarining baxtini tilab, yig'lab duo o'qiyotgan ona.
saharda anglangan mungluq nay ovozi supurgining bolalik qalbiga hasratlik hissiyotlarni beg'ishlaydi. Supurgining oyiz turadigan mahallaning ko'chasidan orlab o'tib qolgan bir kishi supurgini to'liq qiziqtiradi. Uni odamlar to'xta oshiq deb atashadi. Nemilandir deb g'udunshib, yo'lning qiziq to'psini to'zitib, yalang oyoq chiqib kelayotgan to'xtini ko'rishi bilan qushab bolalar ana to'xta oshiq kelyotidi deb taraf-tarafga qaytishadi. Kishilarning aytishicha, to'xta nomrat bir oilaning o'g'li ekan. U yigit bo'lib yetilganda bir boyning qiziga oshiq bo'lib qopti. Boy qizini boshqa biriga yotliq qilib etibdi. Shuningdan beri to'xta o'ylanmay mo'shundoq bir umr sarsonlikda o'tayotganmish. To'xta oshiq doim yaratgan egamning nazarida boy nima, gadoy nima, odam nima, cho'mili nima, hammasi o'xshash. Xudo hammani yaratadi, yo'qitadi. Olamda faqat oshiqlikla o'lmaydi deydi. Supurga oshiqlik degan nima? Nemishqa u kishilarni o'tlarga, suvlarga salolaydi deb hayron bo'ladi. Bir kuni oshiq o'zidan qochmay yo'lning o'ttirsida turib qolgan supurgining beshini silab g'alati heji. Kimning bolasi? Senmi cho'ng bolasi? Sen. Men nemishqa sanchilik vaqtimda o'lib ketmagan bo'lg'aydim, dedi. To'xta oshiq o'tib ketishi bilan yana bir aylan supurgini chaqirib qoldi. Supurga beshini ko'tarib yo'lning chetida turgan yo'g'on sallilik kishini ko'rdi. Bu mahallaning imomi edi. To'xta oshiq, sen hozir nima dedi? deb so'radi imom. Men nemishqa sanchilik vaqtimda o'lib ketmagan bo'lg'aydim dedi, deb javob berdi supurga. Bu ilimdan qo'rqmaydigan imonsiz, deb tillig'inicha yo'liga mangdi imom. İmam əmdili do'qmishdan agib turishiga yo'l ustida yana to'xta oshiq paydo bo'ldi. "Ey bola!" deb chaqirdi u supurgini. "Imom sana hozir nima dedi?" "To'xta oshiq sana hozir nima dedi?" "Sen nima deding?" "Sen menga degan gaplarning hammasini dedim." "Imom nima deydi?" "İmam o'limdan qo'rqmaydigan imonsiz" dedi. Bu gapni anglab to'xta oshiq shunda qaqoqlab kuldiki. O'ylarning yog'ochlariga qo'nib o'tirgan kaptarlar o'rkib go'rrida o'rnidan qo'zg'alib ketishdi. "Imonni o'lchaydigan tarozi egisining qo'lida", dedi to'xta oshiq. "O'lim Allohning iltifoti. Bu dunyoda jafo chekayotganlar o'limni sevindi. Gunoh qilib o'limdan qo'rqidi." Supurgining otasi shahardagi holliq savdogarlarning biri edi. Uning 3 qizi bo'lib, supurgi bo'lsa umrining oxirida ko'rgan o'g'il farzandi edi. Shunga u o'g'liga yomon ko'zlardan yiroq qilish uchun to'mtoqlik qilib supurga deb ism qo'ygan edi. Otining nazarida supurga har doim bo'sig'ili tashlab qo'yilgan oddiy narsa bo'lsa-mu, u kishilarga har kuni lozim bo'lib turadigan, odamlarni paskinchilikdan xoli qiladigan ulug' narsa edi. Supurgining otasi uni shahardagi donliq madrasalarning biriga o'qishga berdi. Supurgining bir necha tangtushlari 10 necha yeshidilla Qur'onni tamomlab, keyingi chog'larda ularning har biri shahardagi cho'ng masjidlarning imomlaridan bo'lishdi. Ammo supurga har qancha tirishchilik ko'rsatibmi, haftiyakdan Qur'onga o'tolmadi. Vongchungga to'lgan madrasada uning kallasi hech nimani qabul qilolmaydi. Qarang'u zay hujurlarda oldiga haftiyakni ichib qo'yib o'ltirganicha uning xiyoli odamlar bilan go'rildab turgan qaynoq bozorlarda, dehqon naqshi etib sapon haydayotgan kang etizlarda, qushlar sayrishib turgan dalalarda bo'ladi. O quyosh nuri bilan to'lib turgan ochiqchilikni, kaptarlar parvoz qilishib turgan ko'k osmonni, cheksiz dalalarni kesib o'tib har tarafga qarab so'zilib ketgan chig'ir yo'llarni,
daraxtzorliqlarga to'kilgan muzdek va nam yopirmoqlarni seg'inatdi. Ba'zida u madrasadan qochib chiqib, shaharning chetidagi do'nglikka chiqib o'ltirib, yiroqda ko'mishdak yaltirab eqiyotgan so'lag'a, har tarafga suzilgan yo'llarga qaraydi va mushu yo'llar bilan to'xtamay mengiyversa, qayerlarga berib qoldigando deb hayron bo'ladi. Supurga dars oldigan madrasada chiroylari sarg'ayib, muhchaygan. Ömürni aşu zey, qorong'u hujurlarda bangvash bolalarning qalbiga iymonning nurini yiqish bilan hapilishib o'tkazgan bir mo'ysifat bor edi. U ba'zida supurgining beshini silab: "Qara bolam, sening ko'zlaringdan boshqacha bir nur chaqnab turadi. O'zing bu yerda bo'lsangmi, ko'ngling har yerda. Xudo sening dilingga balkim boshqa bir narsaning muhabbatini solgandi. Va yoki kelgusida sening beshingga tushmoqchi bo'lib turgan ajoyib qismatlar bordi. Ay, bilguchi Xudo", deydi. Supurga bu kishini yaxshi ko'radi. U qo'pol va takabbur, mutaassibligi bilan kishini bezor qiladigan boshqa mudarrislarga o'xshamaydi. "Taqsir jahondagi oshu yo'llar bilan mengiyversa, qayerga berib to'xtaydi?" deb so'raydi supurga eliqi ustozidan. "Ay, arg'an yeringga berib to'xtaysa o'g'lim", deb javob beradi u. "Agarchanda hormay mengiyversa-chu?" "Hormaslik faqat Allohga xos mo'jiza. Biz bandimiz, hammamiz horimiz. Agar yaratgan egam mana shunday kuch-quvvat bersa-chu. Agar Xudo o'zi senga ashunda qudrat ato qilsa, o chaqda sen dunyoning chetiga berib to'xtaysan." "Dunyoning cheti?" hayron bo'ldi supurga. "Dunyoning cheti bo'lamdi?" "Cheti bo'ladi. Xuddi sen o'ziga chiqsang, uning to'rt atrofida cheti bo'lganga o'xshash. Dunyoning chetiga yetib borgandan keyin yana nima ko'rindi?" "Xuddi sen kechasi ko'rganga o'xshash cheksiz qorong'ulik va yana sonsiz yulduzlarni ko'rsa." "Cheksiz qorong'ulik dedingmi?" "Shundoq. Muqaddas kitoblarda yozilishicha, biz yashab turgan bu zaminni poyonsiz suv o'rab turadi." Mundaq gaplar supurgining bolalik tasavvurini texmo jonlantirib etadi. Uning madrasaning ashu egiz to'rt temining iskanjisidan, Vangchongliq shaharining qistonchiliklaridan qutulib, safar xaltasini o'shnisiga tashlab, yiroqlarga safar qilg'usi. Olamning chetiga yetib berib, uning nerisida nimalar borligini o'z ko'zi bilan ko'rgisi keladi. Otasi o'lib ketgandan keyin supurga otasidan qolgan mol-mulk, katta bog'liq ichkari tashqari qo'ralarni ayol qarindoshlarga miros haqqi qilib o'lashtirib beribdi. U ayvonlik qo'ralar shuncha keng va hashamatlik bo'lsa-mu, supurgining tasavvuridagi dunyodan yana ko'p kichik edi. Uning tumurida to'rt tom ichiga band bo'lib yashashni zulm bildigan boshqacha bir qon o'rkashlaydi. Supurga otasining qolgan dunyolarni ojiz qarindoshlariga berib tugatgandan keyin o'zini xelili yeniklab qolgandek his qildi. Shu kundan boshlab u o'zining orzu qilgan sayyohlik turmushini boshladi. Mana shundan boshlab hozirgacha u biror joyda ko'p bo'lsa 1 yildan o'shiq turib boqqan emas. U cho'llarni, cheksiz qumliqlarni aylanib, shu qumliqlar atrofiga yulduzdek tarqalgan shahar, yezilarni birma-bir kezatdi. Eshikning beshini qandoqdir bir bozorga borib, eshikning ustidagi xurjunning ikki ko'zini yip-yingna, choy tuz degandek cho'l odamlarga keraklik mollar bilan to'ldirib, yana qandoqdir bir bozor yoki yo'lda uchirgan mahallada ozg'ini foydasiga setib, pul qilib safarini davom qilaveradi. U qancha qatim cho'l qaroqchilarining bo'lang talonga uchrab, jenidan ayrilg'ili tasliq qoldi. Yana qancha qatim u shundoq qaroqchilarning o'zi bilan ham suhbat qilib qonalg'uladi billa tunidi.
ba'zida uningga qamarvozlar tavkollarning yanida tomosha ko'rishga va ba'zida Gulxon yanida yetib qandoqdir bir tavakkulchilar jahon kezdilarning sirliq olam hayot turmush to'g'risidagi qiziqarliq paranglarini anglashga to'g'ri keladi. Bir qatim supurga uqishmayla odam o'ltirish xumori bor bir talvining uyida kechini o'tkazdi. Tog'dek yo'g'on basti bor. Maydisini otning yoylisidek qop-qora tuk qoplagan bu odamning ko'zlari o't bo'lib yenib kishiga tikiladi. U kechicha supurgiga o'zi o'ltirgan erlar, ayollar, bolalarning soni, ularning o'lim oldida qandoq tipirlab cherqirashganlari, oqqan qon, echinishlik nola, chochirib chiqqan ko'zlar to'g'risida zo'qilib so'zlab chiqdi. So'z orasida u ordek yo'g'on qo'llarini supurgiga shiltib. "Xap, sen menga bugun mehmon bo'lib qolding-da. Bo'lmasa, bu kecha sening qanday holatda jon berganingni ko'rib huzurlangan bo'lardim," deb askartib qo'yadi. Bu qon ishkurning qarashicha odam barliq jinoyat va buzg'unchilikning manbasimish. Allah yaratgan bu keng olamning pokligini qo'g'dab qilish uchun u dunyodagi hamma odamni, jumladan eng oxirida o'zini bo'g'ib o'ltirishni qaror qilganmish. Supurga kirpik qoqmay vahima ichida tongni otqizdi. Qo'rqinchligida u heliqi talviga qandoqdir bir shiltsa necha 100 gaz uchraydigan. Yana bir shiltiganda qisqarib g'ilopiga tushadigan qilich haqida xiyoliga kelganini so'zlaydi. "Sen mushundoq bir qilishni rasulga ko'rmaganmi? U to'g'risida anglabmi baxmaganmi? Tova," deydi supurga. "Men nimishqa shu qilishdan birni sang ekanmidim-a? O chaqda sen odamlarni mundoq bir-birlab bo'g'ib avor bo'lmayding. Elqi shamsharni bir shilsanglar 100lab odamning beshi oldinga do'milab tushgan bo'ladi. Sen meni aldavatsan-ku deyman," deb supurgining gapiga bir ishinib, bir ishonmay so'raydi heliqi talva. "Dunyoda nadim unda qilish bo'lsin? Bo'lgan bo'lsa, men nimishqa shu chaqqicha u to'g'risida hech nima anglamadim." "Ey, bizning anglag'anlarimizdan anglamaganlarimiz, ko'rganlarimizdan ko'rmaganlarimiz to'la. To'xta. Shu topda menni o'qilishni zoda nada ko'rganligimni aslayolmayapman. Ammo sana va'da berman. Yana bir qatim bu yerdan o'tganda ashunda qilishdan birini cho'qim sang og'ash kelaman." Shundoq va'dalar bilan supurga heliq vahimlik makondan oran qutilib chiqdi. U ba'zida to'limi yiroqlab, naq o'rkashlab turgan dengizning o'ziga yoki yot bir mamlakatlarning chegaralariga berib taqishib qoladi. Bundoq chaqlarda supurga ko'kni qanot qiqib, erkin parvoz qilib ketayotgan qushlarga qarab havas qiladi. Xudoyim yenik pay bilan ikki qanot ato qilgan bu jonivorlarni dengiz okean hech bir podshohlikning chegarasi to'sib qolmaydi. Supurgining o'zi va eshigi bo'lsa mundaq uchishni bilmaydi. Heliqi hurmatlik ustoz to'g'ri aytgan ekan. Odam rostulloh yerib qoldi ekan. Ba'zida supurgiga org'inlik yetib qoladi. Yot yurtlarning yo'llarida, notunish bir sohibxonning dasturxonida va yoki qandoqdir bir yo'lovchilar yoqqan Gulxonning yanida mugdab o'tirib, u o'zining yurtini, o'z yurtidagi beg'am, xushchaqchaq odamlarni eslab qoladi-da, orqasiga yonatdi. Uchishni bilmasimi, o'z eshigidan supurga to'limi minnatdor edi. Eshigi bilan uning o'ttirsida alohida bir do'stlik mavjud edi. Jahondagi minglagan eshaklardan ko'rinishda hech qanday farqi bo'lmagan bu oddiy eshakka nuqta selish o'shiqchi edi. Supurga tayoq bilan beshini burab qo'ysalar, eshikka o'zining qayoqqa mengish kerakligini tushunib bo'ladi. Supurga eshakka ig'ir yuk ortganda so'zsiz o'zi piyoda mangadi. Mangandimi eshakning orqasida emas, oldida mangadi. Eshakning orqasida uning tuyoqlaridan ko'tarilib chang'i ko'milib mengishni u o'ziga haqorat deb biladi. Bo'z eshak
yetilib olmasımı egisining orqasidan qolmay әгешіп ketaveradi. Süpürgening kiyim kechaklardan keldigan ter orlash puraq uningga yaxshi tonish edi. Bilqut şirketida ovoz qilinib, Bilqut to'rida antilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Mamtimin Hoshurning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Qo'mbosqon shahar nomli romanini bugun mushargacha anglatdik.